Sünsa qandaq qilib Yuanshuning qo'l ostidagi sanğunga aylanib qoldi. Yaxshimisilar do'stlar? Unda qo'z biz 3 podshohlikni yani davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda shu Lübu bilan Yuanshuning qudilish planidagi mag'lub bo'lganlik to'g'riliq so'zlagandik. Ham bu ish mag'lub bo'lgandan keyin Yuanshuning achchig'i keldi Lübuga. Ajab yuzoni qilsam, yuzoni qilmadan xap to'xtab tur. Bir kuni adivangni bermayman deb ko'ngli puchib qo'ydi. Ham dal shu vaqtda Yuanshuning padişah buluşunu arzu qilib turayotgan vaqti, ya'ni padişahlik deb o'zini padişah deb atashni o'ylashayotgan vaqti. Endi Yuanshu nemishqa padişah bo'lishni o'ylab qoldi degan vaqtda, chunki Sunsa ayni vaqtda dada Sunjan tepib olgan tavarik muhrni buningga hadiya qo'ydi. Endi mishad o'ylab boqaylik. Sunsa qanday qilib Yuanshuga muhrni hadiya qo'ydi. Ya'ni qanday qilib bu Yuanshu bilan bundan munosabat ko'p qoldi. Endi buni biz boshdan kelishga to'g'ri keldi. Sunja o'lib ketgandan keyin Sunjanning o'g'li Sunsa bilan Sunchan mingga yetmagan qo'shinni elib Jangdongga qaytib ketdi. Endi Sunjanni Liu Biao qaslab etgan. Shundaqmi? Liu Biao Yuanshu bilan birlashib o'tar yo'lda buni qaslab etdi. Endi bular qaytib mingga yetmagan askarni elib Jangdongga qaytgandan keyin bu yerda askarlarninki yaralarini davolab, o'zininki ahvolini o'ngshashga boshlaydi. Ammo qo'shini bek oz qolganligi sababidan bular har tarafdan shundoq bir bo'zak bo'lishga uchraydi. Shu Jangdongdagi ayni vaqtdagi boshqa yerlardagi aymoq beglari anonikin shunday bir qaroqchilar deymiz. Shu yerlardagi zo'migarlar bilan asta-asta qistab asli bor bo'lgan ziminlarni tortib olishga boshlaydi. Bularning ichida endi eng bularga cho'ng bisim qilgani kim desa Yuanshu. Bu Yuanshuning zimini Jangdongga yaqin bo'lg'achqa bu asta-asta qistab Sunsani bu yerda qistab qo'ydi. Chunki Sunsa bu vaqtda nihoyat ojizlab ketgan. O'zimi yosh, qo'shinim ojiz bo'lg'achqa amal yo'q. Yuanshuga qo'shilishga majbur bo'lib qoldi. Chunki Yuanshu nima deydi desa, men seni besbilib yo'qotishni o'ylamadim. Faqat sana yordam qilishni o'ylashyapman. Men qo'shilgan. Mening sanğunim bo'lgan. Men sen uchun antingni olib berma, dadangninki qissasini olib berma, Liu Biaoni yo'qotib berma degandan keyin Sunsami shu vaqtdagi ahvolga qarab, vaziyatga qarab turib, agar Yuanshu bilan qarishilishib qolsam, men butun jamoatim bilan qo'shinim bilan vayron bo'lib ketadiganman. Undan ko'ra vaqtincha Yuanshu qo'shilib turib, o'zimning qo'shinni, kuchimni zo'raytib olgandan keyin, ancha-muncha yuzlab ro'y deb olgandan keyin, undan keyin cho'ngaroq bir ish qilmaymanmi? Yuanshu dedi-ku, men uchimni dadamning qissasini olib berdi ekan. Buning qo'l ostida ishlab to'yib ko'rsatsam, balkim dadamning qissasini ola olishim mumkin deb Yuanshuninki shu qo'l ostiga kirib sanğun bo'ladi. Demak, endi bu Sunsaninki shu Yuanshuninki qo'l ostiga kirib qilishi buninki faqatla amalsiz qilib o'zining urug' tuqqanlarining va o'ziga agashgan qo'shinlarning hayotini saqlab qolish va o'zini texim kuchlantirish uchun bo'lgan deyishik bo'ldi. Endi Yuanshu qo'shilgandan keyin bu Yuanshuninki qo'l ostida sanğun bo'ladi. Hem sanğun bo'lgandimi ajoyib zo'r to'p bilan qo'shildi. Endi buninki shu Xiaobawang deydigan bir laqami bor, ya'ni kichik zo'migar deydigan. Shu laqamning o'zida belgili bo'ladi. Buninki ajoyib kuchtungur, jang qilishga moyir, shunda palvon ekanligini his qilib bo'ldi. Demak, Yuanshuninki qo'l ostida ishlagan vaqtida bu o'zining palvonligini joriy qildirib, ajoyib ko'p janglarda to'p ko'rsatdi. Hem Yuanshuninki qo'l ostida ishlab qoladi. Agar texim ko'p uch podshohlikka oid mazmunlarni olmoqchi bo'lgan do'stlar, qo'shish belgisini besib, men qo'shilinglar, texim yaxshi mazmunlar davomli so'zlandi. Agar shu film ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganishni, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar olib qolsanglar, ayrim qanday uchur qilinglar. Biz izdan nutq risolasi deb bir materialni tuzib chiqdik. Maxsus shu nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirishni o'ylashayotgan do'stlarga bek mos keladigan material. Agar lozim bo'lsa, ayrim qanday uchur qilsanglar bo'ladi.